Minecraft, yumshoq nur, mashalalar, qadam tovushlari, bularning barchasi xotiramizda sevimli bolalik ertagidek o'tiribdi va bugun yillar o'tib uni ochamiz. Bu shunchaki o'yin emas, bu kim bo'lganimizga ochilgan eshik. Minecraft shunchaki sog'intiradigan narsa. U bizni o'sha paytlarda ushlab turgan, do'stlar bilan kech-tungacha qurgan inshootlar, ishlamagan redstone tuzoqlari, qilgan kulgu, o'z qo'ling bilan shakllantirgan dunyo uzra quyosh botishini tomosha qilish, o'sha aralash his. Bularning barchasi hali u yerda muzlatib qo'yilgan. Biz o'sdik, dunyo o'sha bizni kutib turadi va musiqa yana yangraydi. Yumshoq, sekin fortepiano, hammasi bir zumda qaytib keladi. Xursandchilik, tinchlik, soddalik. Minecraft xotiramizga aylangan dunyo. Istalgan vaqt qaytish mumkin. Hech narsa demaydigan, shunchaki kutib oladigan joy.